Qadimda bir yigit Buxorodan Makka sari yo'l olibdi. Allohga yaqin bo'laman degan bir o'y xayol bilan Ka'ba atrofida qolib ketibdi. Buxoroda esa yigitning ota-onasi, qavmi qarindoshlari qolib ketibdi. Qarindoshlaridan rishtasini uzgan yigit Makka shahrida oila quribdi, bola chaqa orttiribdi, halollik bilan tanilibdi, omonatdor yigit nomi bilan shuhrat qozonibdi. Shahardagi odamlar boyligini shu yigitga ishonib topshirar ekan. Olis safarga borsa ularni omonatini mana shu yigit asrab turar ekan. Bir kuni bir boy kishi yigitga bir tugunda tillo zarlarni beribdi. Olis yurtga ketayotganini aytibdi. Shu omonat sizda tursin debdi haligi boy. Yigit xo'p deb olib qolibdi. Oradan oylar o'tibdi, yillar o'tibdi va haligi boy yurtiga qaytibdi. O'sha omonatni olish uchun yigitning uyiga borsa, yigit vafot etdi deyishibdi. Omonatdan esa bizni xabarimiz yo'q, bu haqda gapirmadi deyishibdi uydagilar. Boy mahzun bo'lib orqaga qaytibdi. Borib Makkadagi ulamolarga uchrabdi, dardini doston qilibdi, yig'labdi. Ulamolar esa unga shunday yo'l ko'rsatibdi. Falon joyda buloq bor. O'sha joyga borib, o'sha yigitni chaqir. Jannatiylar ovoz beradi. O'zidan so'raysan deyishibdi. Boy borib qancha chaqirmasin hech kim ovoz bermabdi. Qaytib yana ulamolarga uchrabdi. Bo'lmasa, falon joyda bir quduq bor. O'sha joyda do'zaxiylar ovoz beradi. O'sha quduqqa borib chaqir deyishibdi unga. Boy borib o'sha quduqqa ovoz beribdi. Shunda haligi yigit ham nima deysan, gapir debdi. Boy omonatini so'rabdi. Haligi yigit bog'imdagi tut daraxtini tagiga ko'mib qo'yibman, qazib olavering debdi. Haligi boy kishi o'ylanib qopti. Maylimi yana bitta savol bersam debdi. So'rang deb ovoz beribdi yigit. Siz omonatdor yigit deb nom qozongan edingiz. Halol inson edingiz. Nega do'zaxiylar ichida yuribsiz debdi. Shunda haligi yigit javob beribdi. Men Makkaga kelib qolib ketdim. Buxoroda ota-onam, jigarlarim, oilam bor edi. Men ulardan xabar olmay dunyodan o'tib ketdim. Oxirat so'rog'imda silai rahim daftarim bo'sh chiqdi. Hamma qilgan amallarim o'chib ketdi. Robbim meni do'zax ahliga hukm qildi. Ey birodar, eng ezgu amal bu silai rahim ekan. Dunyo ahliga ayting, avvalo qon qarindosh rishtasi uzilmasin. Ota-ona xizmatidan ulug'roq ishi yo'q ekan. Har qanday shon shuhrat, dunyo matohi ota-ona roziligi oldida bir pulga arzimas ekan. Bu gaplarni eshitgan boy kishi quduq oldida uzoq o'tirib qolibdi. Borib, omonatdor yigit aytgan joydan tillalarni topibdi va uzoq o'ylab o'tirmay, bor boyligini olib, ukasini uyiga boribdi. Qashshoqqina serfarzand ukasi akani ko'rib sevinchdan yig'lab yuboribdi. Jigarini bag'riga bosib xo'ng-xo'ng yig'labdi. Dasturxon boshiga kelganda iymanibgina akasiga qarabdi. Aka, uzr, uyda hech vaqo qolmabdi. Ozroqgina talqonimiz bor. Xafa bo'lmasangiz shuni keltirsam debdi. Ukajon, seni shunchalar holingda xabar olmagan men gunohkor akangni kechir. Mana tugundagi bor boyligim seniki ukajonim. Faqat chin dunyoga borganda ota-onam oldida meni yuzim yorug' bo'lsa bo'lgani. Bunga esa sen guvoh bo'lasan jigarim. Akasi shunday deb ukasini bag'riga bosibdi. Qissadan hissa shuki, jigarlar qiyomatda bizni yuzimizni oqlovchilar ekan. Ilohim barchamizni silai rahim daftarimiz savoblarga to'la bo'lsin. Ota-ona, farzandlar, jon jigarlar orasidan mehr oqibat ko'tarilmasin. Boyvachcha akalar bo'lamizmi, boy xotinlar bo'lib ketamizmi, jon jigarlarimizni holidan xabar olishni unutmaylik. qalblariga mehr ulashaylik. Unutmaylikki,
haj va Ka'ba ziyoratimiz oyog'imiz ostida turibdi. Qalb ko'zimizni kattaroq ochsak, savob eshigini ko'ramiz.